ismingiz haliyam Zilolami? Bu nima deganingiz? Qo'lim qani? Qo'lini pishgan. Tushmagan. Shunda qo'la daraxtda pisharmish. Dada. Mana bitta banan bor edi, ko'rmadingizmi? Yo'q. Yaxshilab bitaring. Bo'pti. Nima endi men homilador holimga itarishim kerak? Do'konlarni birini o'marmoqchi bo'lgansanlar. O'zingni go'llikka solma. Tezroq chiqa qol. Hali zamon anu xotiningni ota-onasi ham keladi. Hey! Hozir qaynatang keladi, soppa yeb. Qo'rqqanni ko'rdingmi? Namuncha hovliqasizlar, hammasi joyida. Qizim tug'aman deganda uch umilyapti. Balki yordamim tegib qolar? Kerak emas dedim-ku. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q. Ovoz chiqmasin. Eshikni ochmaysanmi, o'lib qolganmisan? Qani o'ynashing. Farhod, bananingni menga berib olmaysanmi? Berib yuboraman. Bittagina bo'lsa ham farzand bergin Xudoyim. Men o'g'ri emasman. O'g'ri bo'lmasang, nega meni uyimni poylaysan? Turmush qurganimizga 10 yil bo'ldi. Xudo bizni farzanddan qisgan. Boshqasiga uylan deyishadi. Ma xotinim yaxshi ko'raman. Lekin buni boshga emas, oyoqqa kiyadi. Marhamat qilib boshingizdigini oyoqqa kiyib oling. Maro bo'lsin, keliningiz esalomon qutulib oldilar. Voy, nima bo'ldi? O'g'il. Xullas, natija yomon emas.